Assalomu alaykum internet tarmog'i kuzatuvchilari. Siz Xazoras 24 informatsion dasturini kuzatmoqdasiz. Qisqa vaqt ichida sizlar bilan Sanatbek Hajiyev. Xazoras tuman hokimi Maqsudbek Abdullayev tomonidan mahallalarda o'rganish ishlari davom etmoqda. Xususan tuman hokimi Sanoat mahallasida bo'lib, mahalla binosida yettilik uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Shuningdek, mahalla yettiligi bilan suhbatlashib, mahallalarda olib borilayotgan ishlar borasida suhbatlashdi va aholi xonadonlarida bo'lib, mahalla yettiligi faoliyatiga ijobiy baho berildi. Tadbirkorlar yurtida ta'rif berilgan Xazoras tumanida kundan kunga tadbirkorlar safi oshib, fuqarolar bandligi, bozorlarimizda narx-navo barqarorligi ta'minlanib, oilalar farovonligiga erishilmoqda. Xususan tuman hokimi Sanoat mahallasida joylashgan Shamaq tekstil eksport paypoq ishlab chiqarish sexida bo'lib, tadbirkor Dilshodbek Kenjayev bilan suhbatlashdi. Korxona faoliyati, ishlab chiqarish jarayoni, ishchilar uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishib, tadbirkor fikrlarini, muammolarini tingladi va murojaat yechimi hamda tadbirkorni yanada rivojlantirish bo'yicha o'z takliflarini berdi. Ma'lumot o'rnida aytmoqchimizki, ushbu korxonada bugungi kunda Xitoydan keltirilgan uskunalar orqali turli ko'rinishdagi paypoqlar ishlab chiqarilib, 20 nafar fuqaroning bandligi ta'minlangan. Davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan topshiriq va ko'rsatmalarga asosan tomorkadan unumli foydalanish borasida tumanda tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan aholi tomorkalari yil 12 yashillikka burkanmoqda. Aholi o'z tomorkasidan unumli foydalanib, issiqxonalar tashkil etib, pomidor, bodring, turli ko'katlar yetishtirmoqdalar. Shuningdek, ko'pgina mahallalarga o'rnak bo'layotgan Sanoat mahallasi aholi xonadonlari bunga misoldir. Bu mahallada tomorka madaniyati yaxshi yo'lga qo'yilgan. Jumladan tuman hokimi mahallada yashovchi Tohir Bakiyev xonadonda bo'lib, buning guvohi bo'ldi. Xonadon egalari har bir qarich yerdan unumli foydalanib, 1 sotik yerga issiqxona tashkil qilib, pomidor hamda biogumuz ham yetishtirmoqda. Barcha oila a'zolari doimiy ish bilan ta'minlangan. Oilaga yaxshigina daromad kelmoqda. Darhaqiqat, yerni boqsang, yer seni boqadi deb bejizga aytilmagan. Buning isbotini ushbu oilada ko'rish mumkin. Xazoras tuman hokimi Maqsudbek Abdullayev mahallada faoliyat olib borilayotgan tadbirkorlar faoliyati, yaratilgan sharoitlar bilan tanishish bilan birga ularning muammolarini ham tinglamoqda. Xususan tuman hokimi ilgari chet mamlakatlarida musofirlikda ishlab, hokim yordamchisi Mardonbek Alloquliyev taklifi bilan 33 million so'm kredit olib, shirin lavashlarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan hamda o'zi oila a'zolari bandligini ta'minlagan Jasurbek O'rinov bilan uchrashib, tadbirkorlik faoliyati bilan tanishdi hamda murojaatlarini tingladi. Elektr energiyasida muammolari borligini, simyog'och ustunni almashtirishda yordam so'rab qilgan tadbirkor murojaati ijobiy hal qilinishi uchun tegishli mutasaddilarga topshirildi. Xazoras tuman hokimi Maqsudbek Abdullayev doimiy tarzda mahallalar kesimida xonadon-xonadon yurib, fuqarolar murojaatini tinglab, muammolarini o'rganib, ijobiy hal qilish bilan birga keksalar, bemorlar holidan xabar olib, xayriya yordamlarini ko'rsatib kelmoqda. Jumladan tuman hokimi tomonidan Sanoat mahallasida istiqomat qiluvchi Nuroniy onaxon Safargul Bobojon va uning farzandi 1-guruh nogironi Dilshod Ismoilovlar holidan xabar olinib, birlamchi oziq-ovqat mahsulotlari yetkazildi. Shuningdek, onaxon murojaatlari tinglandi. Tibbiy ko'rik masalasida bepul dori-darmonlar so'rab qilgan onaxon murojaati shu yerning o'zida ijobiy hal qilinib, shifokorlar chaqirtirilib, tibbiy ko'rik o'tkazildi hamda bepul dori-darmonlar yetkazildi. Fuqaro buning uchun o'z minnatdorchiligini bildirdi. Doston Ibragimov oilasi bilan Rossiyaga ishlash uchun ketadi. Ammo ona vatan sog'inchi va davlatimiz rahbari tomonidan berilayotgan imkoniyatlar sabab o'z yurtiga oilasi bilan qaytib keladi. Hokim yordamchisi Mardonbek Alloquliyev bilan uchrashib, 33 million kredit olib, o'z tadbirkorligini boshlaydi. Oldiniga nonvoyxona ochadi, so'ngra mo'jazgina baliqxona tashkil qiladi. Tadbirkorligini kengaytirish maqsadida yana imtiyozli kredit olib, nafaqat o'zining, oila a'zolarining va yana
2 nafar fuqaroning bandligini ta'minlaydi. Bugun Hazoros tuman hokimi Maqsudbek Abdullayev fuqaro bilan uchrashib, uning tadbirkorlik faoliyati bilan tanishdi. Muammolarini tinglab, faoliyatini yanada kengaytirish borasida o'z takliflarini berdi. Tumandagi 5 ta mahallasida Muhammad Medical Center mas'uliyati cheklangan jamiyati foydalanishga topshirildi. Topshirish marosimida tuman hokimi, tibbiyot xodimlari, nuroniy va mahalla aholisi ishtirok etdi. Tadbirda so'zga chiqqanlar ushbu klinikada bemorlar uchun barcha turdagi xizmatlar ko'rsatilishi, yaratilgan sharoitlar, imkoniyatlar borasida gapirib o'tdilar. Shundan so'ng alvon lenta qirqildi va tadbir ishtirokchilari klinikada yaratilgan sharoitlar bilan tanishdilar. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.